Xitoyda O'zbekistonni teragini olib kelib ekishgan ekan mana. Aeroportda shunaqa manzara. Juda chiroyli. Mana bu yerda mana fontanchalar ham otilib turibdi. Bu kechasi yonsa kerak, qanaqadir lampa yonadigan. Mana o'zbeklarning teragi mana bunaqa qilib to'rtta tomonidan katta daraxtni to'rtta tomonidan ushlatib qo'yibdi. Mana suvlar. Zo'r ekan. Ya mana o'zbeklarning chirog'i ham bor ekan, ana fonusni yerdikku, salarga solinardi. Yoqilardi. O'shani bilan elektrichеский qilgan ekan. Qoyil qolmasdan iloji yo'q bu Xitoyga. Namlik juda katta, juda namlik katta. Mana обычный O'zbekistonning olmalari. Alpsatarakani olmalaridan. Qanaqadir tovush chiqaryapti.